Agar mana shu video sizni Instagramingizdan chiqib qolgan bo'lsa, bekordan bekor chiqqani yo'q. 2 minut vaqtingizni ajratib videoni oxirigacha ko'ring, balkim siz ham savobga sherik bo'lib qolarsiz. 2 kun oldin bir opamiz yig'lab turib menga aloqaga chiqqan. Uka, blogerlarga yordam so'rab telefon qilsam, kimdir vaqtini bahona qildi, kimdir pul talab qildi. Kredit olay desam, kreditdan mol-mulking yo'q ekan deb turib bermayapti. Bu narsamizni sotaylik desam, sotgani narsamiz yo'q. Даже yegani narsasiga kundan beri narsalarga ovqatim qilib bera olganim yo'q. Non topib bera olmayapman deb turib, yig'lab turib telefon qildi. Yordam bering deb. Opaga sharoit tushuntirdim. Opa, Allohga tavakkal qilib video joylashtirib beraman. Lekin umid qilmang, pul yig'ilmaydi, chunki meni yo'nalishim ehson emas deb turib tushuntirganman. Mana shu video joylashtirganimdan keyin baribir hariga oxiratini o'ylagan, savob ishlab ketaman degan insonlar bor ekan. 16 million pul yig'ilgan. Opani farzandini operatsiyasi uchun o'zi aslida 20 ming dollar pul kerak. Lekin bu pulni men yig'ib berishga ko'zim yetmagani uchun opaga tushuntirdim. Opa, sizni farzandingiz operatsiyasini boshlanishiga necha pul ketar ekan desam, 30 million atrofida ketar ekan, 3 ta analiz ketadi. Opa, men 20 ming dollarni yig'ib berishga to'g'risi ko'zim yetmayapti. Lekin mana shu 30 millionni, ya'ni 3 ta analiz ketadigan pulni yig'ib berishga harakat qilaman, deb turib tushuntirganman. 14 million pul qolibdi. Siz ehson qilishga imkoniyatingiz bo'lib turib ehson qilmayotgan bo'lsangiz, Allohga tavakkal qilib turib, dili interes o'zingiz uchun bitta ehson qilib ko'ring-da. Shunaqangi mazza ko'rasiz, ishoning. Ichingizda shunaqa hissiyot paydo bo'ladi, ko'nglingiz shunaqa taskin topadi, kimgadir yaxshilik qildim deb shunaqa mazza ko'rasiz, ishoning. Va ehson qiladigan bo'lsangiz, men sizni ishontirib ayta olaman, qilgan ehsoningiz 10 barobar, 20 barobar bo'lib, qayerdandir qaytib keladi. Agar bu dunyoda qaytmagan taqdirda ham sizni diningiz islom dini bo'ladigan bo'lsa va oxiratingiz kelishiga ishonadigan bo'lsangiz, oxiratingiz uchun savob ishlab olganingiz qoladi. Agar kimda-kim mana shu imkoniyatdan foydalanishni xohlasa, kommentariyaga opani o'zini kartasini, telefon nomerini, uyini adreslarigacha yozib qoldirib qo'ydim. Imkoniyatingizdan kelib chiqib ehson qilinglar. Agar imkoniyatingiz bo'lib turib ehson qilishni xohlamasangiz yoki haqiqatan ehson qilishga imkoniyatingiz bo'lmasa, videoni tanish-bilishingizga jo'natib maksimalni tarqatib qo'ying. Balkim sizni videongizni ko'rib turib kimdir ehson qilsa, siz ham mana shu savobga sherik bo'lib qolasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizlarga yordam qilinglar, iltimos. Men uchun emas, farzandim uchun. Farzandim Shohruxbek managa 4 yildan beri tuberozniy skleroz kasalligi bilan og'rib kelyapti. Ahvoli shu kunlarda og'irlashgani uchun iltimos qilib yordam so'rayapmiz sizlardan. Obormagan joyimiz qolmadi, obormagan